Vaqt xuftondan oshib, tashqarida jimlik hukm sura boshladi. Kameradagilar ham ertangi mehnatdan oldin to'yib uxlashni ma'qul ko'rib, joy-joylariga cho'zilishgandi. Faqat men uyg'oqman. Aybdorni olib kelishlarini kutardim. Toqatim toq bo'lay deganda kamera eshigi ochildi. Va Jenya xuddi o'sha mahbusni yetaklab ichkariga kirdi. "Mana, qahramon o'z oyog'i bilan keldi", dedi u kulib. "Bu yog'ini o'zing tashkil qilaver." Men qarshimdagi pakana, dumaloq yuz, sochlari qirib tashlangan mahbusni ko'zlariga boqdim. Qo'rqinch alomatlarini sezmadim. Aksincha, nigohlarida g'azab zohir edi. "Nima xato qilganingni bilasanmi?" so'radim undan. "Ko'p jirillama", javob berish o'rniga mahbus dag'dag'a qilishga o'tdi. "Mana keldim. Nima gaping bor?" "O, zo'rsan-ku." Uni ikki yelkasidan g'ijimlab stol tomon itardim. "Qaysi yerto'lada ta'lim olgansan?" "Voy, qora yaloq." Mahbusning dag'dag'asi yanada kuchaydi. "Qayerda yashayotganingni unutib qo'ydingmi? Oliftagarchiligingni vataningda qilasan." "Voy ablah-ey." Kutilmaganda mahbusning yoqasidan oldim. "Kim bilan gaplashayotganingni bilasanmi?" "To'xtanglar." Oraga qo'shildi Jenya. "Bunaqada mushtlashib ketasizlar. Bekorga karserga tushishning nima keragi bor? Undan ko'ra sen Jorj, aybingga iqror bo'l. Rostdan ham musorga qulluq qilib qo'yding. O'zing bilasan, tartibli mahbuslar bunday qilishmaydi. Shuning uchun kalla kesarning jahli chiqqan." "Nima qipti?" Bo'sh kelmasdi Jorj. "Bu o'zimning shaxsiy ishim." "Noto'g'ri gapiryapsan", tanbeh berdi unga Jenya. "Bratvalarning qulog'iga yetsa, yaxshi ish bo'lmaydi. Yo yetkazaylikmi?" Jorj shu gapdan so'ng ters qarab oldi. "Shunday ekan, sen hozir tartibli mahbus ekanligingni isbotlashing lozim", davom etdi Jenya. "Xo'sh, qanday isbotlamoqchisan?" "Demak, isbot kerak-a senlarga?" deya bir menga, bir Jenyaga boqib so'radi Jorj. "Albatta. Seni bekorga bu yerga olib kelibmanmi? Bilasan-ku, nazoratchilar tekinga ishlashmaydi. Naqd 10 so'mim ketdi seni deb." "Bolta ketir", dedi Jorj qat'iy ohangda. "Men kimligimni ko'rsataman." "Boltani nima qilasan?" so'radi Jenya. "Kalla kesarlikka yo'l qo'ymayman. Ahmoq bo'lganim yo'q kalla kesib. Shunday qilamanki, mana buning ko'ngli joyiga tushadi." "Nega qarab turibsanlar? Qani bolta?" Jenya karavati tomon ketib, ko'rpa ostidan dastkallak chiqardi. "Mana bu bo'ladimi?" "Bo'ladi", dedi Jorj. "Endi boshqalarni ham turg'az." Mahbuslar Jenyaning ishorasi bilan bir o'rinlaridan turib bizni o'rab olishdi. "Isming nimaligini bilmadim-u, ammo meni bir umr eslab qolasan." Menga yuzlanib so'z qotdi Jorj. Shunday dedi-yu, o'ng qo'li jimjilog'ini stolga qo'yib, dastkallak bilan chopib tashladi. Bu manzaradan hamma shok holatiga tushgan bo'lsa-da, lekin hech kim sir boy bermadi. Men bir Jorjga, bir yerda sakrab-sakrab qimirlayotgan uning jimjilog'iga qarab qo'yib, xotirjam turaverdim. Hayron qolganim, Jorj baqir-chaqir qilmadi. Kimningdir choyshabini olib, qonni to'xtatish maqsadida bilagini qisib boylab, u yoqdan bu yoqqa asabiy borib kela boshladi. "Sanchasga xabar bering", baqirdi birinchi bo'lib o'ziga kelgan Jenya. "Qon to'xtamayapti. Tez bo'l." Kimdir kamera eshigini mushtlab doktor chaqirishlarini talab qildi. Yana kimdir Jorjga ko'mak berishga shoshildi. Asosiysi, hech kimni sotmadi. Hamma aybni Jorjning o'ziga ag'darib, jonidan to'yib chog'i deb qo'ya qoldik. Men turmaning yana bir yozilmagan, hech kimga gapirilmaydigan, oshkor etilmaydigan va bo'yin tovlab bo'lmaydigan qonunidan xabar topdim. Ishdan qaytib, endigina kameraga kirgandim. Burchakka o'tib, yuz qo'limni chayish ilinjida kranga qo'l cho'zdim. Shu payt kamera eshigi ochilib, nazoratchi paydo bo'ldi. "Sharipov, men bilan yur", buyurdi u negadir muloyim ohangda.
Seni tezkor guruh boshlig'i mayor Samalyov yo'qlayapti. Bu familiyani birinchi marta eshitib turishim edi. G'iq etmay nazoratchiga ergashdim. U meni turma yo'lagi bo'ylab ancha nariga olib ketdi. Yashil eshikka yetganimizda nazoratchi to'xtadi va meni devorga orqa o'girtirib, o'zi eshikni ochdi. "O'rtoq mayor, olib keldim", dedi u ichkariga mo'ralab. "Kiraversinmi?" Ruxsat tekkach, boshi bilan kir ishorasini qildi. Kirdim. Xona keng edi. To'rga uzun stol qo'yilgan. Stol ustidan 3 xil rangdagi telefonlar joy olgan. Yumshoq charm kursida o'rta bo'yli, ozg'indan kelgan, ingichka mo'ylovi o'ziga yarashib turgan 40 yoshlardagi erkak oyoqlarini chalishtirgancha sigaret tutatardi. Meni ko'rib bir muddat tikilib qoldi. Erinmasdan boshdan oyog'imgacha kuzatdi. So'ng sekin o'rnidan qo'zg'alib, bo'sh kursiga ishora qildi. "Qani Sharipov, o'tir." O'tirdim va savol nazari bilan mayorga boqdim. "Xo'sh, yangi joyga ko'nikib qoldingmi?" muloyimlik bilan so'radi mayor. "Shunaqa desa ham bo'ladi", dedim xotirjamlik bilan va shu o'rinda sir boy bermay savol tashladim. "Tinchlikmi nachalnik? Chaqirtirgan ekansiz?" "Ha, chaqirtirdim. Chunki sen menga ma'qulday ko'rinding. Har qalay tartibli mahbusga o'xshaysan." Qiziq. Bular ham jinoyatchilar tilida gaplashishadi-ya. Nega? Bizning ko'nglimizga yo'l topish maqsadida shunday usul qo'llashadimi? Do'q po'pisa bilan ham muomala qilaverishsa bo'ladi-ku. Masalan, anavi nazoratchiga o'xshab. "Balki shundaydir", javob qildim. "Menga gapning indallosini aytsangiz yaxshi bo'lardi." "Yo'q, shoshilma", dedi mayor. "Sen qachon ruxsat bersam, o'shanda ketasan, shuni bilasanmi?" "Bilaman, ahmoq emasman." "Unda eshit. Turmaning o'z qonun qoidalari bo'ladi. Seni shularning biri bilan tanishtiraman." "Mayli." Har bir tartibli mahbus turmadagi qaysidir rahbarga sirdosh bo'ladi. Shuni bilarmiding? Hayratim oshib, yelka qisish bilan kifoyalandim. "Ko'rdingmi, bilmaysan. Sababi ravshan. Sen turmamizga endigina kelding." "Mayli, davom etaman. Sirdoshligi shundaki, unga maxfiy topshiriq beriladi. Mahbus shu topshiriqni bajarishi shart. Evaziga uning ham iltimoslari qondiriladi." "Masalan, qanday iltimos?" so'radim hushyor tortib. "Har qanaqangi bo'lishi mumkin. 1-2 kunga ozodlikka chiqishni iltimos qilsa-chi?" "Oho, ishtahang zo'r-ku Sharipov", kulib yubordi mayor. "Hali turmaga joylashib ulgurmay ozodlikdan gap ochganing nimasi? Undan ko'ra mahbuslarga xos narsalarni iltimos qilsang-chi. Nasha, ichimlik, ayollardan topib berishimni so'ra. Bularning ilojini topsa bo'ladi." Tushunarli. Men stolning bir chetiga tashlab qo'yilgan yaltiroq qutiga ko'zim tushib, 1-2 qimirlab qo'ydim. Bu holatimni mayor darrov payqadi va jilmaygancha qutini menga uzatdi. "Ol Sharipov, chek sigaretdan." Bunday uzun, filtr qop-qora sigaretni umrimda birinchi ko'rib turishim edi. Bir donasini olib tutatdim. "Ana endi quloq sol", davom etdi mayor. "Bugundan e'tiboran sen mening topshiriqlarimni bajarasan." "Qanaqa topshiriq?" "Bilasanmi? Yaqinda turma navbatchilik qismi boshlig'i mayor Maratov o'zini osib qo'ygan. Lekin men bunday deb o'ylamayman. Unga kimdir yordam bergan. Shu voqeadan so'ng bir kalla kesar mahbusni boshqa turmaga o'tkazish haqida buyruq berishdi. U mashinada turmadan olib chiqib ketildi. Afsuski, mahbus manzilga yetib bormagan. Ajablanarlisi, xuddi o'sha mahbus mayorning o'limidan boxabar edi. Xullas, bo'layotgan ishlar qandaydir mistikaga o'xshaydi. Sen menga albatta yordam berishing kerak. Kamerangga kirgandan keyin gap orasida shundan so'z ochib ko'rasan."
Eskitdan o'tirganlar nimalarnidir bilishi kerak. Nimani aniqlasang, menga kelib aytasan. Ishon, hamma bo'lib o'tgan gaplar oramizda qoladi. Tushunarli, dedim ensam qotib. Do'mbirachilik qilarkanman-da. Yo'q, adashyapsiz. Men unaqalardan emasman. Boshqa bezovta qilmasangiz ham bo'ladi. Ahmoq, o'zingga yaxshi bo'ladi. Mayor kutilmagan javobimdan tutaqib ketdi. Ana, agar menga ishonmasang so'ra. O'sha Jenyang ham qaysidir ofitserga xizmat qiladi. Aks holda biz mahbuslar ustidan hukm o'tkazishiga yo'l qo'yib bermasdik. Bu uning ishi. Men butkul boshqa odamman. O'zing bilasan. Aqling bo'lsa o'ylab ko'rasan. Basharti bir qarorga kelsang, albatta xabar ber. Bor endi. Kameraga kirib, hali nafas rostlashga ulgurmasimdan Jenya yangi gap aytib qoldi. Arsen degan mahbusni bilarmiding? So'radi u. Armanmi? Ha, uni juda yaxshi taniyman. O'shani bugun bizning turmaga olib kelishibdi. Nahotki, bu yangilik-ku, dedim kulib. Qaysi kameraga tushibdi? Hali aniq emas. Lekin shu bloklarga yaqin emish. Ichimda allanechuk sovuq his uyg'ondi. Arsen bilan oxirgi uchrashuvimiz yodimga tushib ketdi. O'sha qon, o'sha mushlashuv, o'sha nafrat. Taqdirning hazilini qarangki, endi yana bir turmada, bir tom ostida qolib ketayotgandik. Nima, oralaring buzilganmidi? So'radi Jenya kulimsirab. Shunga yaqinroq. Bizning kameraga tushib qolsa yaxshi bo'lardi-da, dedim men. Tashkil qilsa bo'ladi. Jenya kameradoshlarga bir-bir qarab olib, kaftlarini bir-biriga ishqagancha eshik yoniga bordi. Hozir nazoratchiga shipshitamiz vassalom. Shipshit, bir basharasini ko'raylik Armanni. Jenya eshik darchasini taqillatdi. Zum o'tmay nazoratchining xumdek boshi ko'rindi. Nima deysan? O'dag'ayladi u. Tezroq gapir. Hozirgina yangi mahbus kelibdi deb eshitdik. Muloyim ohangda gap boshladi Jenya. Nima bo'pti? O'shani bizning kameraga to'g'irlatsang, quruq qo'ymaymiz. Obbo kalla kesar o'g'rilar ey. Kulib yubordi nazoratchi. Bo'pti. Men kattalarga aytib ko'raman. Darcha yopilgach, Jenya menga yuzlandi. Ana, ishing bitdi birodar, dedi u. Endi pulni tezlat. Arman kameramizga kirishi bilan soqchi dolyasini talab qiladi. Menga esa bitta shisha qo'yasan. Hozir a? Yonimda pul yo'q-ku. Menda ham yo'q. Qarz berib turardim-u. Ammo jamg'armani ham tugatib bo'lganmiz. Menga qara. Shunday yigit arzimagan bir ishni hal qila olmasang-a. Yuribsan-da kalla kesarman deb sen ham. Kel endi Murod. Gapga aralashdi kravatda yonboshlagancha qotgan non kavshayotgan qariya. Bir maza qilsak qilibmiz-da sening bahonangda. Qara, pul qolmaganidan qotgan non yeb o'tiribman-a. Bu gaplardan so'ng o'ylanib qoldim. Negaki turmadagilarning fe'l-atvorini yaxshi bilaman. Ular behuda gapirishmaydi. Ayniqsa ziyofat masalasida hazil aralashtirishmaydi. Qolaversa, Armanning kameraga joylashishi men uchun ayni muddao bo'lardi. Qolgan qutgan alamimni olardim. Nima qilsam ekan? Nahotki kameradoshlarni xursand qila olmasam. Bir shisha topishga qurbim yetmaydimi? Butun boshli turmada iloj topa olmaymanmi? Hayya, nimalar deyapman o'zim? Kimni ham tanirdim bu yerda? Kuni kecha kelgan bo'lsam. Ammo mahbuslarning, ayniqsa Jenyaning shashtini qaytarishga vijdon ham yo'l bermaydi. Nimadir qilish kerak. Qanday bo'lmasin imkon qidirishim zarur. Yo'q, past ketishni istamayman. Ortimdan kalaka qilishlarini, hurmatimni yo'qotishni xohlamayman. Rostdan kayf qilgilaring kelyaptimi? Atayin qayta so'radim kameradagilardan.
Ular baravariga qichqirishdi. Bo'lmasachi, tezlat yigit, tezlat. Men garchi o'zga yurtlarda kezib ulg'aygan bo'lsam-da, baribir vujudimda o'zbek qoni ufurib turganini yana bir bor his etdim. Ha, biz o'zbeklar mehmon kutishni, garchi u dushmanimiz sanalsa ham, baribir siylashni xush ko'ramiz. Mehmonning mamnun qiyofasini ko'rsak, terimizga sig'may ketamiz. Yaratganga shukr qilib, uyimizdan mehmon armasligini so'raymiz. Lekin pul masalasini qanday hal qilsam ekan? Shu payt birdan nazoratchi kameraning temir eshigini sharaqlatib ochdi-da, sovuq ohangda buyurdi. Sharipov, chiq. Seni mayor chaqiryapti.